Ha, Nargiz. Qayerdan oling o'sha kungi tillarni? Ha, Oyi, o'rtoqlarim bilan aylanib kelsam bo'ladimi? Juda ham chiroyli ekan. Oyi, o'rtoqlarim bilan aylanib kelsam bo'ladimi? Yo'q, ha, o'g'limga. Rahmat. Ha, shunga chalg'idim hozir. Ha, menga gaplashqani? Qanchadan qilding? Yozgi ta'tilni minglab bolalar asosiy vaqtini ko'chada o'tkazishadi. Men ketdim, nusxamni olib kelaman. Yo'q, shunday bo'ldimi? Keyin davomini pul kisroq gapir odamni ichini qistirding. Ba'zan ota-onalar bolalarni bir necha daqiqaga qarovsiz qoldirishadi. Qara, menga ham top bermasang. Ha. Yo'l transport hodisasi bir soniyada sodir bo'ladi, ammo uning og'rig'i va asorati butun umrga esda qoladi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni bir soniyaga bo'lsa ham qarovsiz qoldirmang. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni qarovsiz qoldirmang. Ularga doimo yo'l harakat qoidalarini o'rgatib boring.